Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Naimjon. Bugundan boshlab biz texnik tahlil darslarimizni boshladik. Texnik tahlil o'zi nima? Texnik tahlil bu sizga yordam beradigan indikatorlar, grafiklar, e, hajm va shu kabi o'tmishdagi ma'lumotlardan foydalanib qaror qabul qilish. Ya'ni bu sizga qaror qabul qilishingizga yordam beradi, ya'ni texnik tahlil. Xo'p, asosiy mavzuga chuqurroq kirishdan oldin bir narsani aytmoqchiman. Ko'p shu sohaga yangi kirgan treyderlarga qarasangiz, ekranda 3, 4 yoki 5 ta indikatorlarini ochib oladi. Mana misol uchun RSI, MACD, misol Moving Average va boshqa indikatorlarni ochib o'zlarini bosimga solib qo'yishadi. Chunki bu indikatorlar chalg'itadi. Biri-biriga tushmasdan insonni chalg'itib, yangi treyderni bosimga solib qo'yadi va u muvaffaqiyatsizlikka uchrashiga olib keladi. Sizlarga maslahatim, bundan qochinglar. Ko'p professional treyderlarga qarasanglar, ekranlari unaqa juda ham ko'p indikatorlardan to'la bo'lmaydi. Ular bilishadi qaysi vositalardan foydalanishni va shu bilan biz ham shu darslarimiz davomida indikatorlardan qanaqa qilib foydalanish kerakligi, nimalarga e'tibor berilishligi batafsil o'rganib chiqamiz. Mana misol oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, bir oshxonada o'zi bitta oshpaz bo'lish kerak, lekin 10 ta oshpaz. Bir dona sho'rva yapti-da, sho'rvani kelib uni statib ko'ryapti, buni statib ko'ryapti, unisi o'ziga moslab tuz soladi, ziravor soladi, boshqa soladi. Oxirida bir rezultat deydi, natijada ko'radigan bo'lsangiz, hech kimga yoqmaydigan bir ovqat tayyor bo'ladi. Nimaga? Bu yerda 10 xil inson xarakter, 10 xil yo'nalish, 10 xil did, hammasi oshpaz bo'lgan bilan insonda o'zidagi bo'lgan narsalar ham ta'min bilish, misol boshqa analiz qilishi, hammasi har xil. Shuni hisobiga yaxshi rezultat chiqmaydi. Xuddi indikatorlar ham shunaqa narsa. O'zlaringizda ko'pgina indikatorlarni ustiga ochib olib, o'zingizga bosim berib, u narsalardan qochinglar. Inshaalloh darslarimizni ko'ringlar, manfaatli bo'ladi oxirigacha. Darslarimizni aniq bilan tushunib, savdo qilishga kiradigan bo'lasizlar. Bu texnik tahlil juda ham muhim narsa. Xo'p, ketdik. Bu hozir aytganimdek, siz ham quyidagi texnik tahlil xatolarni qilasizmi? Ko'p odamlar xato qiladi. Men misol o'zimdan ham olishim mumkin. Biz ham ba'zi treyder bo'lib tug'ilganimiz yo'q. Biz ham boshqa sohalarda ishladik, vaqtlar o'tdi, shu sohaga kirdik. Biz ham xuddi shunaqa indikatorlar ochib oldik, ko'p chalg'idik. Pulimizni misol uchun ba'zan minus, ba'zan anaqa bo'ldi, plus bo'ldi. Shunaqa. Sizlarga aytmoqchiman, shundan qochinglar. Mavzularni to'g'risi ilm olish kerak. Ilmga qarab turib hissiyotlar yana yaxshi bo'ladi. Ilm olmasdan o'zlaringiz bir ikkita videolarni ko'rib, 4 ta indikatorni ochib qilmanglar. Bu albatta xato. Keyin struktura, tizim bo'lishi kerak. Hech strukturasiz, tizimsiz muvaffaqiyatga erisha olmaysiz. Bozorga kirdingiz, maqsadingiz nima? Hammamiz maqsadimiz pul ishlash. To'g'rimi? Xuddi bu bozorda o'zingizni biznesingiz deb bilishingiz kerak. O'zingizni biznesingiz. Agar o'zingizni biznesingiz deb bilmasangiz, unga mehr bermasangiz, siz umuman bozordan bir nima ola olmaysiz. Nabarot, bozorda boshqa kuchli biznesmenlar oladi. Xuddi buni misol qilib o'zimizning atrof muhitimizdagi bozorchilar, boshqalardan ham ko'rib olishimiz mumkin. Kimga strategiyasi, tizimi bor bo'ladigan bo'lsa, nima qiladi? Oldinga ketadi, biznesi rivojlanadi, yuradi, ko'p pul topadi, yana ham biznesini kengaytiradi. Xuddi shunaqa. Texnik tahlilda ham umuman bu bozorga kirgandan keyin tizimli, strukturali ishlash kerak. Tizimsiz albatta muvaffaqiyatsizlikka uchraysiz tizimsiz. Shuning uchun tizim bo'lish kerak. Xo'p, muhim bo'lgan narsa tizimda bozor strukturasi, qiymat,
qachon bozorga kirish kerak, qachon bozordan chiqish kerak bilasizlar. O'zi 3 narsaga qurilgan, ya'ni o'sish, tushish va yonga harakat. Uni uptrend deymiz, downtrend deymiz, endi consolidation yoki flatdown deb ataymiz ingliz tilida. Xo'p, shunga qurilgan. Qachon endi narx tushganda qanday kiraman? Narx qachon ko'tarilganini bilaman. Qachon haddan tashqari ko'p sotib olindi yoki qachon haddan tashqari ko'p sotib yuborildi, qayerdan bilaman? Bularni biz darslarimizda o'rganib boramiz. Xo'p. Bugungi darsimiz qisqacha shulardan iborat edi. Qisqa videolarda hozir boshlasak, keyingi videolarimizda ba'zi videolarimiz ko'proq olinadi, ba'zilari kamroq. Muhimi manfaatli, qadamma-qadam. Xo'p, keling qaytarib o'rganamiz. Qaytarib olamiz, nimalarni o'rgandik. Texnik tahlil. Bu shunchaki savdoni qarorini qabul qilishda yordam berish uchun o'tmishdagi ma'lumotlardan foydalanish. Xo'p. Ishlash uchun tizimingiz bo'lishi kerak. Tizimsiz uzoqqa borib bo'lmaydi bu bozorda. Biznes deb qarashingiz. Bo'lmasam pulingizni yo'qotasiz. Bozor strukturasi qanaqa? Buni tushunish kerak. Qiymat hudud, qiymat qayerda? Qayerdan kirish kerak? Buy ochish kerak, qayerda sell qilish kerak? Bularni o'rganib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni unutmang, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar.